tez yugurdi. Aviyada o'tliq bor. Shundoq yumshoq. Yo'q, cho'pni yemasa qandoq kuchli bo'laman. Simba, bana. Qaytib kel. Simba, qaytib kel. Qo'lni qo'g'lama. U o'zini mendan aqlli sanagan bo'lsa, xatolashibdi. Uni tutammaysan dedim-ku. Qo'zg'im bek ichib ketdi. Mana, yanala yumshoq chepayli. Tez bo'l. Beshim bek og'rib ketdi. Toshqonga men yetishamayman. Endi uxdim. Xo'sh, o'tdan o'ynama. İşkenler, ters yürüsler o. Çapsa beri tamak yala. Bizning bir apimizga taynib vaqimiz yo'q. O'zimizga taynib qo'sig'imizni o'zimiz baqamiz. Men bunday gap qilma. Qo'zg'im bek ichib ketdi. O'rmonliqda o'zinglarni beqishlar oson emas. Darhol bir apini yeriga beringlar. U qanday qilishni o'rgatib qo'ydi. Biroq u doim tiyin ochamni do'rab ko'zsiz cho'rpsab berdi. Shundaqmi? Emsizlar, mushkaplarni yeriga beringlar. Mushkaplarning bildiganlari jiq. Nurg'un kitob o'qigan. Shunga cho'qim yaxshi aql ko'rsatdi. Endi chapsan bo'linglar. Men xotirjam tomoq yeb olay. Rojim, rahmat. Xo'sh, Rojim. Xo'sh. Xo'sh. Keldim. Ayaga qara. Pobek chiq o'tgan. Qo'sig'imiz to'yga cheylijimi? Biroq, bu men yeydigan narsa emas. Qaqshima yegin. Biz qaytib ketaylik. Bek tatlı ekan. Shundoq yumshoq. To'yib qolay dedim. Yegina sana cho'qim tetib qoladi. Ben boshqacha bo'lib qoldim-ku. Do'stim, ota-onangni o'ldirgan qotil bilan ilishish iradang bormi? Bor. Men Serkom bilan Kelidining terisini ta'tir so'yib, biroqli yo'qdiman. Chapsan mayli. Intiqom olish vaqti keldi.
Qaranglar, avarchilik bo'lishi mumkin. Men yo'lbos alilarga ma'lum qilay. Chata qo'zi alilari Simba bilan Bimbo aqlidan ezibdi. Ular hammamizni yo'qotmoqchi ekan. Yana taxi siznimi izlayotdi. To'liq aqlima. Ularni tutib oldim qayerga. Tez bo'l. Kalva, alilarning aramayotganini ko'rdingmi? Men alilardan tekinni qil, tezma. Bila. ularni rastini tutib kelmayman. Alilar ularning go'shtini yeydi, oshiydi. Men o'sing ishlarida toza qajayman. Bila. Anladinglarmi? Simba bilan Bimboni cho'qib tutdi ekanmiz. Shu emasmi? Qaranglar. Qanday tutamiz? Ular asli sarayapti. To'xtamasa g'ajiraydi. Bu yerda qayerda qolsa tutamaymiz. Menimcha cho'qib tutqizolmaydi. Cho'qib tutamaymiz. Amal ba. Bu yerdan ketmaylik. Amal to'xtaydi. To'xtaganda qo'l solamiz. Yana biri bor. Ulan nima qilyapti? Chipsam opamga deyli. To'g'ri, qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Men opamning uyiniga boray, sen olisni chaqirib kel. To'g'ri dedim, uningda dori bor, ularni qutuldira oladi. Olis amal qila oladi. Qara tishdayman. Nima bo'lgandi? Chopsanmoq, nima bo'laman? Ular har kuni mush otdan yesa salomatlik asli keladi. Har kun atdiganda bir nechta yesin. Doktor Alice, rahmat. Appa, konuştuk. Simba bilan Bimbo saram bo'pti. Otlarni tishlab shiriydi. Chaqab berib ko'rib boqdi. Ularning hozirligi tutibdimi? Shundoq ular ho'llab tishlab shiriydi. Chapsan bular, chapsan. Ma'qul, hozirli boray. Yemeklikten zehirlengen bo'lishi mumkin. Ahvol chatoq. Ko'zingni och, Simba. Bugun nima yeding? Toshqon yeydi sen Bimbo. Cho'p yedib turib oldi. Qandoq cho'p? Bek yumshoq cho'pkan. Chiqyapti. Ular isib tishlab yuribdi. Mana bunda. To'g'ri. Bularning hammasi tashlab tishlagan. Dal-daraxtlarni vayron qilishga bo'lmaydi. Ular o'sayotganda obdan asrashimiz kerak. Sizlar kapsizkansizlar. Alice to'g'ri dedi. Biz dal-daraxtdan ayrilmaymiz. Endi bunda qilmanglar. Tushundinglarmi? Menda dori bor. Bu dori ularning qallisini sagdalamdi. Sagdalaydi. Bu dorining unumi yaxshi. Ishgan hamon foyda qiladi. Meh, ichcha. Bu dori foyda qiladi. Qani ichcha. Ichcha Simba, ichsanglar saqaysan. Yurakli bo'l.
Yaraysa, Sinba. Endi növbet sana geldi. Mə, içə bimbo. Ağzını yoğan aç. Mə işkiz qoyaya. Ula saqaydı. Bu doğru bek önümlük. Ula aram alsın. Mən müşke pulaq adın bir onun yine Ben qaparay. olanı ektey. Xoş. Hoş. Xoş. Adinaro. 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 Közünü aç. Sana deydiğen gipim ba. Anladın mı? Közünü aç davattı men. Hey horut, sen derhal kıladığın iş ba. Sen bağa ormandaki yigilip oladigan ösümlükni fark etişini öğütüp koyğın. Nima? Yani bin bulma ba, ola ösümlükni fark etemeydiken. Aval bana gapni aniq tushundirgan. Ondan men ularga nima ish kerakligini o'rgatay. Hey, yuvaşraq bulunla. Sizler berip aram elinglar, men tushlik tamaq tayyorlay. Kusugum içip gitti. Sen vuqummoğla, sizler oynaştın başqını bilmeysizler. Bizma? Sizler oynavatqanda, men Serkon bilen erişivatqandım. Yolmaz filan mı? Raz, men ata-anamın intikamını alımen. Oynası intikam ağıl bulmaydiken. Senin oyunla yok. Tamaq yiyiş, uxlaş, oynaştın başqını bilmeysizler. Men bu mezgilde merhum Şah adamның intikamını alımen. Toxu yürekler, sizler ezelden intikam elişini oylap bakmıgan. Aran, Karıl'ını gördün mü? Opa, çıkı boylu köygendim. Man onu tepip gel. Makul. Karıl. Kara ulağa uxlap kaldı. Bu doğru bek payda kılıdı. Qaraganda təsirimi uzun qıparıdığan oxşaydı. Ulan ahmaklaylı. Biz yaman çıkıp da. Men sizlarga ularni avval qamanglar degan-ku, anglamaganmi? Ha? Biz gidelim. Endi ko'rib qolsam, sizlarni yeb bitdimi? Yaxshimi sizlar bolalarım? İş bametdi Aliz. Sen bilen bimbo xiyali tuyg'u paydo qiladigan bir xil chip yeyapti ekan. To'g'ri dedim. Ular o'ngshalganda sen obdan tarbiyalasang bo'lg'adi. Meni mush ishga chaqirganmi? Ha, sen ularga cho'nglarning gapini anglashni, tamoqni obdan yeyishni o'rgatishing kerak. Menma, meningcha bundaq ishga Adinaroning bakrak ipi bor. Shuni taklif qilaylik, ha? Ey, Simba, ko'zingni och bolam. Bimbo, tura. Sizlar bak xatarlik ish qilibsizlar. Nada xatarlik, quzg'un bek ichib ketgan tursa. Seni yeb ketmisin yana. Yeb ketmisin? Men toshqa yeb tush ko'ribdiman. Ammo uni meni yeb ketgani tas qapti. Tushimda nima ko'rdim? Quzg'un bek ichib ketibdikan. Oppoq toshqondan birini yebdiman. Bek yeyishgan. Quzg'un bek ichib ketdi. Meni qo'yib.
Gepimni angla, maqsadimni tushungin, ha? Yaxshi. Sana dars o'tay. Balam, mahoratni yaxshi egallasanglar, ondan yashayotgan muhitda mavjud bo'lib tura olaysan. Oldi put bilan o'g'lashni Bagradin o'rgatsang bo'ladi. Sana kelsak, Bimbo, sen o'simlik yeysan. Ammo shuni bilishing kerakki, o'rmonlikda o'simlikning turi jiq. Sen ularni farq etmay, yemaydigan o'simlikni yeb qolsang, hayotingga xavf yetadi. Gepimni tushundingmi? To'g'ri, avval ularga nima yeydiganligini o'rgatgin. Amaliyotda Bimbo, sen intayin aqlli, nahayt tezla o'zingning toshqon, qo'y, pil, zirabilardek yov o'simlik yeydiganingni tushunib olasan. Shundoq. Sher ovchilar oilasiga tava go'shqor hayvon. Simba, sen shundoq. To'g'ri, men go'shtni yeyman. Ajoyib semiz bir oq toshqon ko'ygan deb, shimiz tutanmay qochirib qo'ydi. O mendan tez yuguraydi ekan. Bakara sana onu qandoq tutishni o'rgatib qo'ydi. Endi sen o'simlik bilan yopurmoqni Bimboga qoldir. U tug'ilishidilla shuni yeydi. Sen go'sht yeysan, go'shxo'r hayvon. Tabiat dunyosida hamma narsaning jini o'ziga tushliq ruhi bor. Shunga yopurmoq qurt qo'ng'izlarni hurmatlash kerak. Ularni intayin muhim. Nazariya sapmay, ularga qaysi narsalarni yegili bo'lganligini deb, uqdingmi? Ularga chatqanlarni, daraxtda bo'ladigan ham tatli ham yangi mevalarni yegili bo'lganligini so'zlab berishni unutma. Unutmayman. Biroq bularni Bimbo yeysi bo'ladi. Bir gapni deb qo'yay. Mevini eng yaxshisi toza pishib, yavi tushganda yegan tuzuk. Ular kun nuri ko'ygashga zo'r miqdorda vitamin ishlab chiqaradi. Eng oxirida mevalar sesib ketsa, yerni kuchlantiradigan o'g'it bo'ladi. Mana bu hayotlikning tabiiy davr qilishidir. Sizlar keyin tushunasizlar. Bo'ladi, uqdim. Sen hozirdan boshlab obdan o'rgan, ko'proq kalla ishla. Men o'yini qilib boraman. Sen boramsan? Ma'qul. Ma'qul emas, mayli. Uyqum keldi, qusug'im ochdi. Do'stlar, qanday ahvolinglar? Rajim menga yeninglar kelishni aytdi. Men nima ish qilaman? Menaja zo'r ish bo'lmasa meni chaqirmaydinglar. Ballar bir ish bo'ldimi? Beshinglar ketyapti. Shundoq, yemaklik to'g'riliq beshimiz ketyapti. Sinba tamoq yegili unmayapti. Qara, kapsiz bola. Seni yana bir qatim tushib qo'yaymi? Simba yoqtirmaydi. Simba bek. Bo'ldi, chaqchaq qilib qo'ydim. Ular tek kichik. Men ta'lim bersam bo'ladi emasmi? To'g'ri deding. Men boya ularga hayotning ma'nosini tushuntirdim. Ular tushunsizlar bo'ladi. Bo'ladi. Sen ansirma. Endi ularga men dars o'tay. Rahmat. Men maqola yozavatdim. Yuvashroq bo'linglar, ha, bolalarim. Xo'sh. Böyle abi etib bergen tamakni yeyishni xohlamasanglar, o'zinglar yemaklik deb yeyishni o'rganinglar. Sana o olashni Bakira o'tib qo'ydi. Bimbo, sen men bilaman. Men sen qaysi narsalarni yegil bo'ldiganligini o'rgataman. Agar qo'shilsanglar men Bakirani chaqiray. Qo'shilamiz. Shundoq qilsaq, sen bosh og'rig'idan qutulasan. Rahmat sana. Bek tadbirlik kelsin. Yaxshimisan Bakira? Kelganimdan ben xo'sh bo'ldim. Böyle apınam bir iş ketibdi. Tamoq yedib turatdim. Men nima ish qilib beray? Sen baga o o'lashni o'gitib qo'ygin. O men aytgan tamoqni yemayotdi. Yaxshimsiz. Yo'q, cheqilma. Bu sening emas. Meni tushib tamag'im. Ey, bak yengi vaqishmamdi. Ha?
Ötümün toşkanı kondak tutuşunu öğütüp koyun bulamdı. Mə, bu daşqanı sən ye, hə? Yep bulub uxla, əzim buludu. Qağan gepni əti deyişeyli. Rahmet sana Bakire. Ben ballarının kosuğunu toyğuzanmayman. Ular daim aç kalıdı. Ənsirəmə, ətidən başlap mən sen bağa oğulaşını ögütüb, uzuqluqunu öz tepeydiğin qılımən. Mən bin bağa özümlükünü pərətmətişini ögütümən. Bugün Sinba bilen Binbo pek hoş idi. Çünkü ular kosuğunu toyğuzalaydigan boldi. Muşunda qıgandılar, ular bəxtlik, batır çoğun bulalaydı. Emma keyin ular yana qandaq işlağı yol okudu. Bunu keyinki kısımdan görünglar. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains.